Bugun Laylatul Qadr kechasi bo'lganligi tufayli bu kechaga bog'liq bir ikki og'iz so'zni ham aytamiz. Albatta Laylatul Qadr kechasini iymon bilan, ixlos bilan bedor holda o'tkazilgan kishilarga katta va'dalar berilgan, gunohlari mag'firat qilinishi, jannatga daxil bo'lishlari, Alloh yorlaqab qolsa bir yillik qadar belgilanayotganda qadarlariga yaxshiliklar bitirish ma'nosi, shunga o'xshagan 1000 oylik ibodatdan afzallik ma'nosi, hammasi bu muborak kechani siz bilan biz uchun Allohning buyuk bir rahmati ekanligini demak tushuntirib turadigan narsalar. Shuning uchun bu kechadan unumli foydalanish harakatida bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz Laylatul Qadrni bedor o'tkazishlikni shartlaridan biri bu ishni qilmoqchi bo'lgan kishilar xufton va bomdod namozlarini jamoat bilan o'qisin deganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan vorid bo'lgan hadisda kim xufton namozini jamoat bilan o'qisa kechani yarmini bedor bo'lgan bo'ladi. Kim bomdod namozini jamoat bilan o'qisa kechani qolgan yarmida ham bedor bo'lganlik bo'ladi deb aytganlar. Shu bilan birga bu kechada nafl ibodat, qiroat, zikr, duo, ilm majlisi va boshqa narsalar bilan e'tiborni demak shunga qaratish kerak. Ustoz, aynan mana shu Qadr kechasi 100 rakat, 200 rakat namoz o'qish kerak degan gaplarni ham eshitganmizda. Umuman olganda Qadr kechasida qanaqa ibodat qilsa ma'qulligini va qonun qoidasi haqida ham tushuntirib o'tsangiz. Demak, bu kechada boya ko'pchilik xalqimizdan shunday bir tushuncha bo'lib qolgan, ba'zilar ba'zi bir chala mullalar yoki chala otinoylar, endi hammasi ham emas, endi 100 rakat o'qish kerak, 200 rakat o'qish kerak, 1000 rakat o'qish kerak deb o'zi hayotida peshonasi sajdaga tegmagan odamni shu kechada namozdan bezdirib qo'yadi. Bu to'g'ri emas. 2 rakat o'qisa ham ixlos bilan o'qish kerak. 4 rakat, 8 rakat, o'sha kuni baribir 20 rakatli taroveh namozi bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu taroveh namozidan tashqari ham Alloh qodir qilgancha Qur'on tilovati bilan va tasbih bilan, istig'for bilan, salovat bilan o'tkazilsa, mana shu Qadr kechasini inshaalloh duolari ijobat bo'lgan kechaga inshaalloh umid bog'lanadi, odobiga rioya qilingan bo'ladi. Laylatul Qadrini ulamolar ikki xil ma'nosi bor deydilar. Bittasi, ya'ni qadri ulug', nihoyatda qadrli degani. Unday qadrli kun yo'q. Ikkinchi ma'nosi, qadar, ya'ni bandalarni taqdirlari belgilash kechasi degani. Qadr kechasini ulug'ligi haqida mana bu sura-i karimani o'rganadigan bo'lsak, Alloh taolo inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz Qur'onni Laylatul Qadrda tushirdik. Ushbu oyat Qadr kechasini ulug'ligiga dalolat qiluvchi oyatlarni ulamolarimiz, mufassirlarimiz gultojlaridan biridir. Nimaga desa, aynan shu kechani sharofati bilan Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilganligi shu kechada bashariyatni zulmatdan nurga, zalolatdan hidoyatga, ana shunday har xil xurofotlardan sunnatga, ilohiy ulug' bir dasturga, dunyo oxiratni saodatiga chiqishligi uchun yo'llanma kechasi bo'lganligi mana bu kechani sharofatidan deylar. Alloh taolo boshqa bir oyat karimada Duhon surasining 3-oyatda marhamat qilib inna anzalnahu fi laylatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Albatta biz, ya'ni uni Qur'oni Karimni muborak kechada nozil qildik. O'sha kechada har bir hikmatli, ya'ni ishlarni ajratib hal qilnur deydi. Ya'ni har mana shu Laylatul Qadrni boshqa sura-i karimada ham Alloh taolo ulug'lab, bu kecha shunday kechaki, bandalarni u kechada hikmat bilan ishlari ajratib hal qilinadigan kechadir deydi. Alloh taolo yana bir boshqa oyatida muborak, ya'ni barakotli kecha deb ham
marhamat qilib, demak bu kecha baraka eshiklari ochiladigan kecha. Demak shu bilan birgalikda ushbu kechada insonni bir yillik taqdirlari, ya'ni har birimizni ajalimiz, rizqimiz va shunga o'xshash barcha ishlarimiz bitiladigan bir kecha ekanligi. Qadr kechasida ibodat boshqa kechalarda qilingan ibodatdan anchagina ustun ekanligi haqida ham Alloh marhamat qilib, Laylatul Qadr xayrun min alf shahr. Laylatul Qadr 1000 oydan yaxshiroqdir deb Alloh taolo oyatida marhamat qiladi. Ya'ni bu oyat ham ushbu kechada qilinadigan ibodat 1000 oydan afzalroq ekanligini bayon qilar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kecha haqida marhamat qilib, kim Laylatul Qadr kechasida iymon bilan savobini Allohdan umid qilgan holatda kechani bedor o'tkazar ekan, oldingi barcha gunohlari mag'firat bo'libdi dedilar. Demak biz ulug' bir kechalarda turibmiz. Bu yog'iga Payg'ambar alayhissalomdan o'rnak olishimiz, Rasul alayhissalom e'tikof o'tirardilar, bellarini bog'lab olardilar, ahli oilalar bilan munosabatdan to'xtardilar. Ya'ni ular bilan o'sha oilaviy bir munosabatlarda, ya'ni o'sha xossatan er-xotinga bo'lgan ba'zi bir daqiqalardagi holi qolishlardagi holatlardan ehtiyot bo'lardilar va hattoki va ayqada ahlahu, bola chaqalarni uyg'otib olardilar. Biz ham aynan mana shunday endigina savdoyimiz pishadigan daqiqasida suskashlik qilib qo'ymaylik. Rosa mehnat qilib, harakat qilib, endi hamma narsa endigina yechimi bo'ladigan, endigina biz uchun nomimizga o'tadigan, endigina biz uchun va'da qilingan darvoza ochiladigan kechalarni, bitiladigan kechalarni, hukm qilinadigan kechalarni g'animat bilaylik. Alhamdulillah, xalqimiz oldingi yillarga nisbatan iymonda, ixlosda, shijoatda o'qib, o'rganib bu kechalar, kunduzlarni qadrini bilishyapti. Lekin shu bilan birgalashib ba'zi bir noto'g'ri bir holatlar ham ko'payib qolyapti. Qadr kechasida maishatparastlik, ziyofat, aynan o'zi qisqa tun, uni ham 3 qismga bo'linadigan bo'lsa, vallohu alam 2 qismidan ham ko'proq 3 qismiga yaqin dezigan bo'ladi, qismini ovqat bilan o'tkazilyapti. Taom bilan o'tkazish bor. Shuning uchun azizlar, oilamizda farzandlarimiz bilan birgalashib bir kitob mutola'sini qilib, Al-Hamdu surasini bir tafsirini ko'rib qo'ying. O'qiyotgan oyatlarni qani men Al-Hakumut Takasurini o'qiyman, nima degani ekan, bir ma'nosini bilib, zikr qilib, tasbih tushirib, istig'for aytib, Oisha radhiyallohu anha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, Laylatul Qadr kechasida nima ishlar qilishimiz kerak?" Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "U kunda ko'proq Allohumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni" deb duo qilgin dedilar. Ey Robbim, ey Parvardigorim, sen kechiruvchisan, marhamatlisan, juda ham bandalaringni kechirishingni yaxshi ko'radigan zotsan, meni ham gunohlarimni kechirgin deb duo qiling dedilar. Laylatul Qadr mana shunday bir ulug' kechaki, bu kechalarni ana shunday bir duolar bilan, ibodatlar bilan o'tkazishligimiz eng ulug'ligini qarang. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha biizni robbihim min kull amr. Unda farishtalar va ruh robbilari izni bilan barcha ishlar uchun tushadilar. Ya'ni bu kechada Jabroil alayhissalom bir yilda bir marotaba Allohning izni bilan, Parvardigorni irodasi bilan Jabroil alayhissalom boshchiligidagi butun farishtalar Alloh taolo taqdir qilgan ishlar va yaxshiliklar, baraka, rahmat va mag'firat bilan yerga tushar ekanlar. Qadr kechasi yomonlik, aziyatlardan xoli bo'ladigan kecha ekan. Shuning uchun ham u kechada bir sakinat, u kechada nihoyatda bir alohida xotirjamlik, Laylatul Qadr kechasini belgilaridan biri ham ob-havodagi mu'tadillik, inson betoqat bo'lib isib ketish holati ham bo'lmaydi.
sovqatib ketish holati ham bo'lmaydi. Mu'tadil bir harorat paydo bo'lishligi. Osmonga qaraganingizda bir yulduz uchganligini, bir holatini ko'rmaysiz. Juda ham birorta bir shayton hujumga o'ta olmaydigan, nihoyatda butun yer yuzini laylatuz zoyiq deb mufassirlar aytadilar. Laylatuz zoyiq, ya'ni u kecha tor kecha bo'ladi. Nimaga? Qadam bosgani joy qolmaydi. Butun rahmat farishtalari Jabroil alayhissalomdek zot bilan birgalashib, hamma malaikalar yerni qoplashadi. Mana shunday ulug' kecha. Payg'ambar alayhissalomdek zot Jabroil alayhissalom bilan juda ko'p muloqotda bo'lganlar. Hatto bilasizlar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda ham keladi. Jabroil alayhissalom oddiy bir oppoq kiyimda, nihoyatda chiroyli holatda kelib payg'ambar alayhissalom bilan savol javob qilganliklari ilm bobidagi suhbatlarimizda buni aytib o'tganmiz. Lekin Jabroil alayhissalomning o'zlarini holatlarda ham payg'ambar alayhissalom men ko'rdim deylar. O'zlarini holatlarda ko'rganimda Jabroil alayhissalomni bitta qanotlarini o'zi mana shu osmon va yerni, ya'ni biz yashab turgan mana shu osmonni, yerni, biz ko'rib turgan mana shu dunyoni bitta qanotlarini o'zi to'sib qo'yardi deylar. Shu darajadagi ulug' zotni ham Alloh taboraka va taolo siz biz bandalarga bir marhamat qilib, nima duo qilsak duolarimiz qabul bo'ladigan ulug' kechaga kelyapmiz. Demak, bu kechada dil ozorliklardan nafaqat bu kechada har kun ham o'zimizni aytdi dedilardan, har xil so'zlardan befoyda urib ketdi, surib ketdilardan to'xtatib, Allohning zikri bilan, shukr bilan, tasbih bilan, tahlil bilan hojat namozlarimi, shukr namozlarimi, tahajjud namozlarimi, tavba namozlarimi, albatta maxsus mana shu ibodat qilinsin degan shart yo'q. Faqatgina tilimiz qurib qolmasa bo'ldi zikrdan, ibodatdan. Qur'on o'qiymizmi? Tilovat qilamizmi? Bir kishi Qur'on o'qib bersa, birimiz ishtamizmi? Suhbat qilib, roza haqidami savol javob qilamizmi? Dunyo oxiratimizga foyda bo'ladigan namoz hukmlarimi, roza hukmlarimi, zakot hukmlarimi, Laylatul Qadr fazilatlari haqida suhbatlashamizmi? Albatta u yerda bir ilm majlisi hosil bo'ladigan bo'lsa, u yerda Alloh taolo sayyoh maloikalari sayr qilishganda bizni jamoamizdagi, bizni oilamiz davrasidan chiqqanda zikr, duo, tilovatlarning muattar hidlari tarqalib tursa va bizni xonadonimizdan sakinat chiroqlari munavvar bo'lib tursa va bizni xonadonimizda Alloh taolodan bu kechalarni berganligiga minnatdorlik va uni ijobat darvozasiga bizdagi hojatimiz, unga bo'lgan yolvorishimiz, hoksorligimiz o'ta ulug' ahamiyat bilan pashshani qanoticha bo'lsa-da ko'zimizdan Allohdan qo'rqib, yosh chiqib, o'tgangi gunohlarimizni mag'firatini, ota-onalarimiz gunohini mag'firatini, elimiz, xalqimiz gunohini mag'firatini, musulmonlarni ko'proq haqqiga duo qiling. Nega? Biz aytayapmiz-ku, Laylatul Rahma, rahmat kechasi. Maloikalar davom biror bir bo'sh joy qolmagan muborak kecha deyapmiz. Neki duo qilsak, u kechadagi qilingan duoga maloikalar valaka misli zalik. Ey birodar, duoingizni Alloh o'zingizni haqqingizga ham shu barobar ijobat aylasin deb turadigan ulug' kechalar, ulug' soatlar azizlar. Shuning uchun o'zimizdan ko'ra ko'proq g'oyibona do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, musulmonlar, millatimiz haqqiga, vatanimiz haqqiga, elimiz haqqiga ko'proq duo qilaylik. Nega? Payg'ambar alayhissalom meni duoyim Allohning huzurida shak shubhasiz ijobat bo'lsin degan ummat g'oyibona duoda bardavom bo'lsin dedilar. Kimki birovni haqqiga duo
qanchalik ahamiyat bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan qadrdonini haqqiga, ota-onasini haqqiga, oilasini haqqiga, do'stlari haqqiga duo qilar ekan, uni haqqiga albatta duo ijobat bo'lgan. Bu kechalarda ehtiyot bo'laylikki, palonchini xudoga soldim, palonchi bunaqa bo'lsin, unaqa bo'lsin deb yomon tilaklar aytilmaydi. Sababi o'zingizga hukm chiqarib qo'ygan bo'lasiz. Farishtalar valaki o'zingga ham shunday bo'lsin deydi. Shuning uchun musulmon odam albatta duo qilganda faqat duoyi xayr qilmoqligimiz. Faqatgina Alloh taolodan so'raganimizda ya Robbi sen innaka afuvun karim, sen kechirguvchisan, kechirishlikni yaxshi ko'rasan. Mana shu duoni ko'proq o'qiylik. Ya'ni Allohumma innaka afuvun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. U kechada salamun hiya hatta matla'il fajr. U tong otguncha salom bo'lib turadir. Ya'ni tong otguncha tinchlik bo'lib turadigan bu kechada farishtalar mu'minlarga inshaalloh salom berar ekanlar. Oysha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odatlarini aytadilarki, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramazon va yaqulu taharraw laylatul qadr fil ashril awakhir min Ramazon. Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof o'tirar edilar va Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10ligidan izlanglar der edilar. Yana boshqa bir hadisda ham Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kechasidan izlanglar. 9 kecha qolganida, 7 kecha qolganida, 5 kecha qolganida dedilar. Umumiy ushbu oxirgi 10 kunlik uchun eng muhim tavsiya va ko'rsatmani yana Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda aytiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik kirsa belni mahkam bog'lab, kechani tiriltirar va ahallarni uyg'otar edilar deyilgan. Demak, belni mahkam bog'lab degan so'zdan murod ayollarni tark qilishlaridir, ya'ni qattiq jiddiy jahd qilardilar, vaqt g'animatligi uchundir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad.